O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida uyushmaning birinchi kitobim loyihasi doirasida 12 nafar yosh ijodkorlarimizning ilk to'plamlari hamda Zomin Bayozi almanaxi taqdimoti bo'lib o'tmoqda. To'plamlarning har biri 1000 nusxadan nashr etilgan bo'lib, ijodkorlarimizga ilk debocha sovg'a sifatida 200 donadan hamda esdalik nishonlari, eng asosiysi qalam haqlari berilmoqda. Assalomu alaykum Zulfiya. Sizni bugungi tadbirda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi yoshlarimizni saralash bosqichlarida ularning mana shu yozgan asarlarini deymizmi, ijod namunalarini deymizmi, saralashda ishtirok etgansizda o'zingiz bevosita. Nimalarni his qildingiz? Bugungi ijodkorlar qanchalik darajada ijodkor deyish mumkin o'zi? Endi bilasiz, mana shu O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida har yili tashkil etiladigan Zomin seminarini asoschisi bu katta karvonga oq yo'l tilagan inson muhtaram prezidentimiz hisoblanadilar. Muhtaram prezidentimiz umuman butun millat yoshlarini qanday qilsak iste'dodlarini qo'llab-quvvatlash, qanday qilsak ularni ko'ngliga ko'tarinkilik baxsh etish, ham moddiy jihatdan ham ma'naviy jihatdan yoshligidanoq haligi endi ilk qadam qo'yganda taqdirlanishdi, yo'llarini o'ylab topib mana shu Zomin seminarini harakatga tushirganlar. Zomin seminari 1997-yildan buyon yoshlarni, iste'dodli yoshlarni butun tumanlarimizdan, chekka ovul qishloqlarimizdan, oliy o'quv yurtlaridan, maktablardan, o'rta maxsus bilim yurtlaridan va harbiy qismlarda askarlarimizdan ham bu yerda o'sha harbiyga borib kelgan yigitlarimiz ham ishtirok etgan, o'zlarining ishlarini tavsiya qilgan va albatta tumanlarda g'olib bo'lgani O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini viloyat bo'limlarida saralash bosqichlarida biza hakamlar hayotlari ishtirok etdik va o'sha yerda juda ko'p ming ijodlarni topshirgan yoshlarni ichidan biz saralab oldik. Albatta bu juda qiyin edi. Chunki u yerda ishtirok etganlar Zomin seminarida ishtirok etishdi. Zomin seminarida ishtirok etgan iste'dodlarni ham ularning ichidan tanlab mana bugun shuncha kitoblarni taqdimotini. Juda go'zal kitoblar bo'ldi, juda boshqacha. Men Yozuvchilar uyushmasini o'sha Zomin seminarida yosh bolalar adabiyotida hakamlar hay'ati raisi edim. Mana o'zimiz tavsiya etgan yoshlarni kitoblar chop etilganini ko'rib, bu juda katta tirajda chop etiladi. Ayniqsa butun mamlakat bo'ylab tarqaydi va o'sha yoshlarni yana moddiy rag'batlantiriladi. Bilasizmi, nima uchun men ikki karra moddiy rag'batlantirish deyman? Chunki biza birinchi kitobni chiqarishga ham o'zimiz homiy topganmiz, pul topganmiz. Mana shu mablag' jihatdan ham qo'llab-quvvatlanmagan o'sha paytda yoshlar. Mana Zomin seminari, mana sen yoz, senga ham pul to'lanyapti, ham taqdirlanyapsan, ham ikki tomonlama qo'llab-quvvatlanyapsan. Hozir shu yoshlarning ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, biz ham benihoyatda xursand bo'lib ketyapmiz-da. Ularga yaratilayotgan sharoitlarni ko'rib, baribir havasingiz keladi-da, to'g'rimi? Mana meni o'sha guruhimda, shubamda ishtirok etgan Nozima degan qizimiz o'sha Farg'onada o'tgan saralash bosqichida chaqaloqchasini ko'tarib keldi, hali chillasi chiqmagan ekan. Lekin qarasam asarlari haqiqatda yaxshi. Mana Nozimani kitobi chop etildi. Bugun bolasi hali 1 yoshga kirmagan, unga 2 karra 3 karra bu muvaffaqiyat bo'ldi. Mana oilasi bilan kelib turibdi, kitoblarni qo'liga olgan, bolasini ko'tarib olgan. Bilasizmi, bu ayniqsa xotin-qizlar uchun juda katta yordam. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Farida Afroz juda ko'p loyihalarni hozir harakatga tushiryapti. Bu harakatlar albatta o'zini natijasini beradi. Biz yoshlarni qo'llab-quvvatlayveraylik, ularga ruh bag'ishlayveraylik. Hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak, motivatsiya beraveraylik. Albatta bu o'zini natijasini beradi. hurmatli xonimlar va janoblar, kutilgan o'ziga xos ayyomga tashrif buyurgan qadrli do'stlar.
Hurmatli Yozuvchilar uyushmasining rahbariyati, a'zolari va yosh ijodkorlar, adabiyotni sevadiganlar, boshqacha qalb egalari, barchangizga xush kelibsiz deymiz. Ayyom muborak. Ota-onalarimiz kelishdi. Hammalaring mana shunday farzand tarbiya qilganlaringga, mana shunday shoir tug'ib berganlaring uchun ota-ona sizlarga katta rahmat qilaman. Rahmat aytaman. Ta'zim qilaman sizlarga. Bugun mana boshqacha qildik. Bugundan boshlab mana sizlar endi bir qadam tepadasizlar. Tengqurlaringdan atayin sizlarni bu sahnaga olib chiqdik. Chunki siz endi bugun boshqacha ijod qilasiz. Sizni birinchi kitobingiz chiqdi. Demak, shoirlar qatoriga qo'shildingiz. Demak, sizni oldingizda hali ko'p ijod qilish imkoniyatlari bor sizlarga. Hozir sizlar haqida ustozlarimiz bilan kelishdi. Hammalari hali ijodlaring haqida gapirishadi. Manzur Muhtaram raisimiz yaxshi gaplar aytdilar. Bu ijod haqiqatan ham shoirlik, ijodkorlik bu oddiy ish emas. Sizlar eng birinchi shoir oldin o'zini tanib olish kerak. U tanlangan ekanligini, hech kimga o'xshamagan ekanligini. Mana shuncha tengqurlaring bor. 128 ta ijodkor ishtirok etdi yozuvchilar bu zomin seminarida. Faqat 12 ta odamgina sizlar g'olib bo'lib turibsizlar. Bularni o'zi ham, bu gapni o'zi ham, bu turishlaringni, bu holatni o'zi ham sizlarni sal boshqacharoq ekanliklaringni, o'zlaringga qaytishlaring, o'zlaringni tanishlaringga o'ylaymanki bir qadam bo'ladi.
Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum Sizni ham assalom. bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat, Yoshlar rahmat. bilan baravar Rahmat. xursand bo'lyapsiz Judayam siz. xursand bo'ldim. Chunki o'zim guvohman, ustoz, necha kundan beri tinim bilganingiz yo'q. Uxlaganim ham yo'q. Albatta. Lekin yoshlar xursand bo'lib ketishdi bugun. Juda ham zo'r bo'ldi. Va ular ko'zidagi quvonchni ko'rib o'zim ham juda ham xursand bo'ldim. Va shu bizni maqsadimiz shu, murodga yetishimiz shuda. Oldinlar bunday imkoniyatlar bo'lmaganda, to'g'rimi Bunday ustoz? hech qachon bo'lmagan. Biz Hozirgi yoshlar baxtli yoshlar, Juda ham baxtli. Yoshligimizni o'ylasak, yig'lagimiz keladi biz. Biz hali she'rlarimiz 28 yoshimizda birinchi she'rlarimiz, kitobimiz chiqqan. Necha yillar kutganmiz. Bunaqangi she'rimizni yozib olib kimga o'qib berishni bilmas edik. Endi ne baxtga qaranglar, prezidentdan boshlab mana shu sizlargacha hammamiz xizmatdamiz, bularning xizmatidamiz. Ular ham adabiyotga yangi nafas kirgani, yangi nur kirgani rost bo'lsin. Sog' bo'ling ustoz, sizdan charchamang, yoshlarni qo'llab-quvvatlashdan. Rahmat. Iskandar, to'xting. Kitoblarni chiqarib olib, sovg'alarni olib, shoshib qayerga qarab ketyapsiz? Ustozimni oldiga. Ustozingiz oldiga taassurotlar qanaqa? Hayajondasiz ko'rinib turibdi. Shuncha joydan chaqirib kelyapman, eshitmayaptilar. Bugun hayotimdagi eng quvonchli lahzalardan biri bo'ldi. Sababi 19 yoshimda birinchi bo'lib, birinchi kitobimni, ilk kitobimni chiqarishga muvaffaq bo'ldim. 19 yoshda. 19 yoshda. Ofarin. Buning uchun alohida yozuvchilar uyushmasiga hamda yurtboshimizga alohida rahmatimni yetkazaman. Qolaversa ustozim G'ofur Shermuhammadga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Ustoz, boringizga shukr. Ajoyib. Shuncha sovg'alarni oldingiz. Endi sovg'alarni taqsimoti qanaqa bo'ladi? Shu haqida qisqacha. Ayamga gul, dadamga pul deydimi? Ofarin. Ijodlaringiz bardavom bo'lsin. Biz Rahmat. bilan bo'lganingizdan baxtiyormiz. Rahmat. Kelgusida yutuqlaringizda omad tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz bugungi birinchi kitob bilan. Taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Kitoblarni olgan, qo'lingizga olgan vaqtda, mana bunday esdalik nishonlarini olgan vaqtingizda nimalarni his qildingiz? Rahmat kattakon. Men bu kitobni 13 yildan beri kutgandim va buni so'z bilan ta'riflay olmayapman-da. Ko'z yoshlarim bilan qo'yilib kelyapti ko'z yoshlarim. Hayajondasiz, tushunib turibmiz. Shu hayajonni bitta she'r bilan nima qilsam? Albatta, eshitamiz. Vatanimga harorating quyoshdan issiq, mehri ummon mehribon vatan, ota desak otadan a'lo, g'amxo'rdirsan o'zing har qachon. Qiz bola deb yuz burar ota, senchi yuzing burmaysan aslo, ardoqlaysan kaftingda tutib ehtiromdan lol butun dunyo. Ko'ksimizni bezar ordenlar, bizlargadir barcha imkonlar, adabiyot, san'at, sportda havas qilar bugun o'g'lonlar. Yurtim, senga ming tashakkur, menga ota bo'lganing uchun, Tangriga ming aytaman shukr, sening qizing bo'lganim uchun, o'zbek qizi bo'lganim uchun. Rahmat, sog' bo'ling. She'ringiz ham o'zingizdek go'zal ekan. Tabriklaymiz yana bir bor. Bunday yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Yana bir ishtirokchimiz, sizni ham tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, bardavom bo'lsin. Taassurotlaringiz bilan bo'lishingiz bilan endi. Aytishim kerakki, harbiylar orasida general bo'lishni orzu qilmagan harbiy chinakam harbiy bo'lmaydi degandek, biz yosh ijodkorlar o'rtasida ham zomin seminarda ishtirok etishni xohlamagan yosh ijodkor topilmasa kerak. Shu ma'noda ushbu seminarda ishtirok etish mening 3 yillik orzuyim bo'lgan bo'lsa, loyiha doirasida publitsistik yo'nalishida birinchi kitobga tavsiya etilib, mana bugun mana shunday tantanali taqdimotni bir qahramoni bo'lish baxtim muyassar bo'layotganim umuman tushimga kirmagan hodisa edi. Albatta ta'kidlashim kerakki, bugun yosh ijodkorlarga kerak bo'lsa sportchilardan ham, kitobxonlardan ham, san'at sohasi vakillaridan ham ko'proq e'tibor, e'zoz, ehtirom ko'rsatilyapti va bugun buni biz yaratgan kamtarona ijodiy ishlarimiz bir to'plam holida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining homiyligida chop etilishi va shu bilan bir qatorda undan oldin bir qancha qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanib, eng muhimi hayotimiz, faoliyatimiz davomida kerak bo'ladigan adabiy muhim saboqlar olganimiz o'zi ham katta baxt deb o'ylayman. Albatta bildirilgan ishonchni oqlash uchun ustozlarimiz bergan va ota-onamiz ortimizda turibdi, ustozlarimiz ortimizda turibdi. Ularning ishonchini oqlash uchun
undan keyin ham samarali va sichiq harakat qilamiz deb o'ylayman. Azizlar, bugun nafaqat 12 nafar yosh ijodkorlarning birinchi kitoblari taqdimoti bo'lib o'tmoqda, balki Zomin seminari ishtirokchilarining Zomin Bayozi nomli almanaxi taqdimoti ham aynan bugun katta tantana bilan nishonlanayotganini aytib o'tishimiz kerak va aynan hozir yonimizda turgan singlimizning ijod namunalari ham ushbu almanaximizdan joy olgan. Qizaloq almanax haqida o'zingizni fikrlaringiz va hayajonlaringiz bilan, taassurotlaringiz bilan bo'lishsangiz. Bu meni kitobda chiqayotgan birinchi hikoyam hisoblanadi. O'zi Zomin seminar nasr yo'nalishiga, bolalar adabiyot yo'nalishiga qatnashganman va o'zim romanim bilan o'zim ijro etgandim va romanim nashr etilmadi, lekin shunchalik e'tibor ko'rsatildiki, meni hikoyam shu Bayozda chop etildi. O'zim ko'proq ilmiy fantastika yo'nalishida ijod qilaman va oddiy hayotiy voqealarni ham tasvirlab chiqqan hikoyam bu yerda nashr qilingani men o'zim uchun ham yangilik, ham juda katta quvishlarimga sabab bo'ldi. Sizni kelgusi ijodiy faoliyatlaringizda omad tilaymiz va nafaqat almanaxlarda, balki o'zingizning mualliflik kitoblaringizni taqdimotlarini ham o'tkazishingizni tilab qolamiz. Rahmat katta. Shu o'rinda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shunchalik yoshlarga bo'lgan e'tibor va qarayotganlaringiz uchun. Ijodiy parvozlar har doim yor bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Rahmat Bugungi aka. yutuqlar muborak bo'lsin. Rahmat. Sizni bugun kunimizni qahramoni desak ham bo'ladi-da, chunki hammani yig'latdingiz. Chunki ota-onangiz kelgan, to'g'rimi? Ularni oldida nima desa bo'ladi? Bugungi holatingizni, bugungi hayajoningizni yashira olmadingiz. To'g'ri. Chunki bugun ko'rib turibmiz, hozir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi binosida yosh ijodkorlarning birinchi kitobi loyihasida chop etilgan kitoblari taqdimoti bo'lib o'tdi. Men mana shu fursatdan foydalanib dadam bilan ayamni Toshkentga chaqirdim. Qashqadaryo viloyatidan keldi kecha. Birinchi marta kelishdi. Yo'q, qoldi kelgan. Lekin Tadbir uchun siz uchun, aynan sizni aytaylar. tadbiringiz uchun, sizni birinchi muvaffaqiyatingiz uchun birinchi kelishlar. Shunday. Birinchi kitobim chiqishi bu dada, aya har kun kitobim chiqmaydi. Birinchi kitobim har kun chiqmaydi. Kelingizlar deb chaqirib, o'zlari ham qanot chiqqandek uchib keldik deyishdi. Boshqa davrlarda ham bo'lganman, universitetlarda yoki uyushmadagi boshqa ijodiy kechalarda she'r o'qiganman, lekin bunaqa narsa bo'lmaganda, rostdan hayajon. Dadam bilan ayamni oldida, butun ustozlarning oldidagi she'r o'qishim rosa hayajonli bo'ldi. Boshqalarga ham yoqdi deb o'ylayman. Albatta yoqdi. Keling, sizni sovg'alaringizni bir ko'raylik-da. Albatta, mana marhamat. Yozuvchilar uyushmasi tomonidan mana bunday ajoyib nodir kitoblar. Bular menga, sizga bermayman. Xo'p, mayli. Bu kitoblar. Endi asosiysiga o'tamiz, sovg'alarni. Qalam haqqi, birinchi qalam haqqi, to'g'rimi? Shunday. Rozi bo'lsangiz ochamiz. Albatta. Chindan pul bormi, yo'qmi? Bunaqa qilaylik, o'shani men oching. Oching. Meni qalam haqqim-ku bu. Chunki hozirgi yoshlar pishiq. She'r yozib pul olish boshqacha hissiyot, boshqacha tuyg'u. Oching. Bismillah. Ko'pchilik o'ylaydi-da, bu konvertning ichida pul bormi, yo'qmi? Ana. Mana ko'rishingiz mumkin. Qalam haqqi chindan bor. Konvertning ichida pul bor albatta. Buni nima qilamiz? Nima qilamiz? Dadamga beramiz. Ana, haqiqiy farzandni to'g'ri tanlovi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, muvaffaqiyatlaringiz bardavom bo'lsin. Charchamang. Bugungi mukofotlar bilan, bugungi yutuqlar bilan sizni tabriklaymiz. Bunday yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Rahmat kattakon, e'tibor uchun. O'zingizda qanday taassurotlar bo'lyapti hozir? Ochig'i men kutmagandim bunday e'tirofga, e'tiborga sazovor bo'lishimni. Sababi shunday shoirlar, yozuvchilar orasida bir adabiy tanqidchi sifatida o'rin olishimni o'zi katta baxt deb o'ylayman. Ayniqsa ulug' ustozlarimizdan Qo'zoqboy Yo'ldoshevni ijodimga bergan e'tiborlari meni ko'nglimni ancha ko'tardi. Mayli, tanqid yo'lida bo'lgan bo'lsa ham, kamchiliklarimni aytgan bo'lsalar ham ancha xursand bo'ldim. Chunki kimningdir sizning ijodingizga qiziqishi, e'tibor berishi bu katta baxt deb o'ylayman. Tanqidlarni ham to'g'ri albatta qabul qildingiz. Albatta. Ustozlarning tanqidi ham bu e'tirof demakdir. Albatta. Xursandmiz siz uchun. Kelajak mevasi. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Keyingi safar mana shunday yutuqlarga erishganingizda ham tabriklash bizga nasib qilsin. Rahmat kattakon. Do'stlar, yana bir ishtirokchimizni suhbatga chorladik. Sizni ham tabriklaymiz. Muborak bo'lsin yutuqlar. Qaysi yo'nalishda ishtirok etdingiz ushbu nimada siz seminarda?
adabiyotning nazm yo'nalishida ishtirok etdim va ustozlarim tomonidan she'riyat to'marisi deya e'tirof etildim. Qanday baxt bu. Juda ham xursandman. Bundan tashqari, birinchi kitobim loyihasida chop etilgan kitoblar ichida tengdoshlarimning kitobini ichida meni bosh qahramon qilib olishgan ekan asariga va buni ham men uchun juda ham katta sovg'a bo'ldi. O'zimning kitobim bilan birgalikda men haqimda yozilgan kitobni o'qish menga juda katta baxt. Kimning kitobi bu? Ilhomjon. Ilhomjon sizni qahramon qilib olgan kitoblarga. Kitoblarga. Qanday baxt. O'zini kitobi chiqyapti-da, yana buni qatorida yana bir o'zining tengdoshingiz. Bir esselarida meni qahramon qilib olgan ekanlar va buni jo'natdilar. She'riyat yo'nalishida qatnashganim ham menga juda ham katta yutuq olib keldi, chunki ustozlarim nasrda ham ijod qilaman, buni ham tavsiya qilishgan edi, nasrda qatnashib ko'rdim. Lekin aytgandimki, she'r meni yuragimda olov bo'lib yonadi. U umrim, qismatimni she'riyatga bag'ishlagan ijodkor deb o'ylayman o'zim. Keling, sizdan bir to'xtatar she'r eshitaylik unda. Rizq yog'ilgan yomg'irlari xush, aylandi samolar boshimda. Anqomidim va yo semur qush, shams qamar ketmas qoshimdan. Tomirimda uyg'ondi shiroq, dalg'alandi amu bilan sir. Sen to'maris qo'rigan tuproq va Havvoga meros bo'lgan yer. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Juda ham go'zal she'r. Ilohim martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum Gulchiroy. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz va aynan mualliflar qatorida ekanligingizdan xursandmiz. Bilamiz, bolalar adabiyoti bugungi kunda anchayin suslashib, yo'qolib borayotgan janr turiga kiryapti va sizda bu yutuq mavjud. Mana shu yutug'ingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men 30 yoshning ostonasida mana shu yutuqqa erishdim. Buning uchun hammaga rahmat aytmoqchiman va aytmoqchimanki, ayol kishiga 2 marotaba Allohning qudrati shundaki 2 marotaba bola bo'lish imkoniyati beriladi. Men farzandli bo'lganimdan keyin, yana 4 farzandli bo'lganimdan keyin men yana boshqalardan ko'ra ko'proq bola bo'lish ne'matiga muyassar bo'ldim va buni natijasi o'laroq bolalar psixologiyasini, ularni biz uchun oddiy ko'ringan, lekin bolalar uchun juda ham murakkab bo'lgan muammolar, masalalarni men ko'rishga muvaffaq bo'ldim va mana shuni natijasi o'laroq bolalarim uchun avval, o'zimning farzandlarim uchun ertaklar yoza boshladim va mana shu faqat bolalarim uchun yozgan ertaklarimni asta-sekin ijtimoiy tarmoqlarda rivojlantirishga harakat qildim. Keyinchalik Farg'ona davlat universiteti o'zbek adabiyoti yo'nalishi doktoranturasiga qabul qilganimdan so'ng bu ilmga aylanib ketdi. Adabiy ertaklar mavzusida ilmiy ish olib bormoqdaman va aynan Zomin seminari meni chekka qishloqdan tortib ijod maydoniga olib kirdi. Buning uchun ustozlarimizga, tashkilotchilarga kattakon rahmatimni aytmoqchiman. Hayot yo'limi katta bir bosqichini boshlab berishgani uchun hammangizga rahmat aytmoqchiman. Sizga ham tashakkur va bola qalbingiz hech qachon qarimasligini tilaymiz. Omon bo'ling. Rahmat kattakon. Bizda yana bir ishtirokchimiz bor. Abdulla, taassurotlar qanday? Bugungi mana bu yutuqlardan nimalarni his qildingiz bugun? Taassurot juda yaxshi. Meni birinchi kitobim chiqishidan ham ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada ko'rgan ustozlarni ko'rish baxti meni yana ham quvontirdi. Bilaman, hayajondasiz. Bugun sizni qatoringizda turgan ijodkorlarga tilaklaringiz bordi. Eshitamiz. Bugun 12 nafar yosh ijodkorning birinchi kitoblari nashr etildi. Men ularga albatta kelajakdagi ishlariga omad tilayman. Qalamlari yana ham o'tkir bo'lishini tilayman. Yana ham yaxshi ijod qilishini, izlanishdan, ijoddan to'xtashmasin. Siz ham ilohim ijoddan to'xtamang. Sizga ham omad tilaymiz. Keyingi yutuqlarga erishganingizda ham biz sizdan intervyu olish nasib qilsin bizga ham. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana bir baxtli ijodkorimizdan birlari Samandar, tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Samandar adabiyotning bir murakkab yo'nalishlaridan bo'lgan dramaturgiyada ijod qiladilar. Bugun unga sizni kitobingiz ham aynan dramaturgiyaga bag'ishlangan. Bunday yo'nalishda ijod qilishga sizni nima undadi? Birinchi ustozim deb ayta olaman. Akam
tug'ishgan akam Kunish Shahzod, aynan ular ham shu dramaturgiya sohasida, ularning ijodini ko'rib qiziqish boshlangan va aynan shu sohada o'qidim va ustozlarim orqali dramaturgiyaga, kino, teatr sohasiga sekin-astalik bilan kirib bordim va bu menga juda yoqib qoldi va shu yo'l aslida meni yo'limligini tushunib yetdingiz. Mana mukofotlarni oldingiz, birinchi qalam haqlarini oldingiz, kitobingiz chiqdi. Endigi rejalar qanday? Bu yana bir bosqich deb hisoblayman. Endi yanada ko'tarilish uchun turtki bo'ldi va biz uchun qanaqadir ilhom manbai deb ayta olaman. Bundan keyin nafaqat men 12 ta tanlab olingan ijodkorlar, kitobi chiqqan kitobkorlar oldingidan-da boshqacha darajada ijod qiladi deb o'ylayman va adabiyot, san'at uchun yaxshigina hissa qo'shamiz deb umid qilaman. Sog' bo'ling. Samandar, keyingi ijodlaringizda ham omad va zafarlar tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi ishtirokchimiz Dostonbek, tarjima yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdingiz. Birinchi kitoblar muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklaymiz. Nimalarni his qildingiz kitoblarni qo'lga olganingizda? Avvalo shu yozuvchilar uyushmasiga, kamtarona ijodimizga ko'rsatilgan katta e'tibor uchun rahmat bildiraman. Birinchi kitob baribir katta mas'uliyat, siz aytgandek. Mana shu mas'uliyatni his qildim. Har bitta ijodkorda kitobi chop etilganda qanaqa bir hislar kechsa, menda ham shunday his kechdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi yutuqlaringiz ham bardavom bo'lsin. Biz keyingi safar ham sizdan intervyu olish bizga nasib qilsin. Assalomu alaykum xolajon, intervyu olsak bo'ladimi? Alaykum assalom. Mumkin bo'lsa. Mana bugun 12 nafar yosh ijodkorimizni ilk to'plamlari nashrdan chiqqanining taqdimoti bo'lib o'tyapti. U ijodkorlar orasida sizning ham farzandingiz bor va aynan ona sifatida o'zingizdagi qanday hissiyotlarni kechiryapsiz? Ona uchun farzandini yutug'ini qabul qilish jarayoni qanaqa kecharkan? Shu haqida. Albatta har bir ota-ona uchun farzandini kamolini, baxtini ko'rish orzusi bo'ladi. Mana shu kunlarga yetkazganligi uchun ulkan o'zbek xalqini zabardast, xalqimiz sevgan adiblarini oyoq izlari tekkan, shu yerda ijod qilgan va shular qatorida hozirgi kunda ijod qilayotgan ajoyib shoiralarimiz, mana shu yerdagi barcha adiblarning qatorida mana shu sahnaga mani o'g'limni chiqqanligini bilan juda faxrlandim. Albatta mana shu ustozlarni izidan borishligini Allohimdan so'rab qolaman, to'g'ri yo'ldan hech qachon adashmasin. Hamisha xalqning nazarida, e'tirofida bo'lishligini xohlayman. Albatta mana shu ustozlarni, ijodkorlarimizni juda chiroyli samimiy tabriklari bo'ldi. Mana shu samimiy tabriklar hamisha bularga hamroh bo'lsin. Mana shu ijod qilayotgan jarayonida men ko'pincha guvoh bo'laman. Haqiqatdan bu shoirlarimiz aytgandek, bu juda ham qiyin, mashaqqatli kasb hisoblanadi. Jurnalistika haqiqatdan tunni tongga ulaydi shu o'g'lim ham. Men juda nima deydi, hamisha men yonidaman, qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin va o'g'lingizning ijodiy faoliyati bardavom bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. Azizlar, Ilhomjonning onalari taassurotlarini eshitdik. Endi esa ustozlaridan ikki og'iz mana shu faoliyat, mana shu jarayon haqida tinglaymiz. Avvalambor mana shu shogirdim sifatida azizlar chaqirganiga xursandman. Men buni 4 misra she'r bilan aytib bermoqchiman. Bog'lar go'zal bog'boni bilan, Sarbon hamisha karvoni bilan, bir ulug' zot yashar imoni bilan, bu ulug' zot ustoz muallim. Mana shu qadrlar shu chaqirganligi, mana shunaqa katta adiblar o'tgan shoirlar anaqa uyushmasiga kelib turganimdan, buni shuncha tabrik so'zlarini eshitganimdan xursandman. Men ham hayajondan shu. Rahmat. Har doim duoda bo'ling. Shogirdlar uchun ustozlarning duosi, ota-onaning duosi har doim aziz va muhim hisoblanadi. Rahmat. Bundan-da yana katta yutuqlarga erishganda kelish nasib etsin. Yana bir ijodkorimiz Bahodir Javliyevning ota-onalari bilan suhbatlashmoqchimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Hammalaringizga rahmat. Bugun juda ham xursand bo'ldik. Mana farzandlarimiz shunday yetuk o'zining ijodi bilan, o'zining she'rlari bilan shunday
kitoblari chiqdi. Juda ham xursand bo'ldim. Hayajonlarimni nima deb gapirishni ham bilmayapman. Rahmat hammalaringizga. Farzandlarimizning hammasining omadini bersin. Yosh shoirlarimizning, qizlarimizning, yigitlarimizning omadini bersin. Ijodiga baraka. Baxtli bo'lsin, hammasi sog' salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lib, ijodiga baraka dey. Sizlar mana shunday farzandlarni duo qilishdan charchamanglar-da. Inshaalloh shunday bo'lsin. Akajon, o'sha farzandingizni ism familiyasi jaranglaganda nimalarni his qildingiz? Endi Bahodirjon Javliyevni ota-onalarimiz faxrlanamiz. Bu baxt hammaga nasib qilishini tilayman. Avvalambor ulug' ustozlar Abdulla Arif, Erkin Vohid, Muhammad Yusuflar yo'llaridan bersin. Allohim har bir xonadonga tinchlik bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Yozuvchilar uyushmasi rahbariyatiga kattadan katta rahmat. Farzandlarimizni e'tibordan qoldirishmayapti, zomin seminar tashkillashtiryapti, davlat tadbirlariga taklif qilyapti. Bundan prezidentimizga ham hammaga yurtimizga ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.